Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi taqdim etadi. Men ko'p davralarga borganda Muhammad Yusufov bir she'rini ko'p eslab aytib yuraman. Ko'zda yoshday qalqib turibdi olam. Rizq u nasibasin terib yuribdi odam. Kimdir uyim deydi, kim esa bolam. Mayli yaxshi, mayli yomon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Taqdir ba'zida shirin, ba'zida taxir. Kimni boy yaratdi, kimnidir faqir. Barchamiz yaratgan bandasi axir. Birda bug'doy, birda somon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Salomning aligi qarzdir qiyomat. Ko'ngilning kaliti mehru oqibat. Xotirjamlik davlat, tinchlik g'animat. Barchamiz hazrati inson bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. O'zimcha o'ylayman, inson yer sharining bir chekkasida bo'lsa ham, xonadonida otasi, onasi sog' salomat yurganini, tirikligini bilsa, bemalol bamayli xotir yuradi. Ko'ngillari xotirjam, qaddilari tik yuradi. Ana o'sha xotirjamlikni yaratgan bevaqt judo qilmasin aziz farzandlardan. Azizgina otamni panohingda asragin. Mu'nizgina onamni panohingda asragin. Yolg'izgina opamni panohingda asragin. Ko'nglimdagi nolamni asra endi Xudoyim. Otasi bo'la turib otasizlar son mingta. Onasiz tirik yurib onasizlar son mingta. Uy joylari badastir, xonasizlar son mingta. Umidimul xonamni asra endi Xudoyim. Kimki ezgulik desa tilidagi qo'shiqman. Adolatni yoqlagan insonlarga sherikman. Jon o'zbegim, hamisha sening bilan tirikman. O'zbekiston yurtimni asra endi Xudoyim. Qalbimga yashirilgan katta bir xazina. Nurning bir shulasini sizga ulashdim. Endi siz ham ulashing. Navbat sizga. Iste'dodingni baham ko'r. Batafsil ma'lumot 3w.un.uz saytida.